Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar va bizni muntazam kuzatuvchi obunachilarimiz, akalar, mana bugun hafta kuniga 2026-yil juma bugun hafta kunlariga akalar mana Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i shu arzonchilar Optimchilar mahallasiga yetib kelamiz. Mana bugunga kanalda yangilik mana bu chiqadi yodim ham yangilik mana yangi qo'zlar kelgan mana. Xudo xolasa qo'zlarni udordan kelgan mana. Bugun Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha Optimchilar arzonchilar mahallasiga kelamiz. Mana Saydullo yangi obunachimiz oldiga kelamiz. Obunachilar, xolos qo'ylar derak udorlardan kelganmi? Xudo xolasa. Yo'qlardan, noyoblardan kelgan. Kanal yangi, like bosib obuna bo'lib qo'ysin-a. Obuna bo'lib qo'ygan odamga boru. Hop. 200 minut beraveramiz. Ana gap yo'q. Qo'ylar ko'rsataveramiz mana akalar. Qo'ylarni haqiqiy udordan ketdi lekin mana. Akalar kanal yangi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan da zo'rlardan chiqadi xudo xolasa akalar mana. Toza bunaqa yarichkalardan, zo'rlardan chiqaradi. Akalar mana. Xudo xolasa mana. Videoni oxirigacha ko'rsin. Hop. Tozalardan deganman. Zo'rlardan. Bular o'sh nechta soni Saydullo bularni? Bayda 10 ta. Hop, 10 ta. Qo'chqor so'liq bular? Bayda qo'chqor 10 tasi ham. Hammasi? Ha. Bo'ldi, gap yo'q. Lekin qo'ylarni haqiqiy zo'rlardan terishsa, Yaxshi. hammasi toza ekan bo'ldi. Birata xunugi yo'q ekan haqiqat. Obunachilar bir joyga olib qo'ying, maza qilasiz. Bu qo'ydi qaranglar akalar. Mo qarang, toza ekan. Dumbarazlar ham. Hamma zo'r bilan, mana aytadi ortig'i bor. Nima ortig'i bor. Ha, bo'ldi. Lekin udor ekan qo'y. Mana. Hammasi mana sirg'alar, baldoqlari bir qo'ragan Saydullo hammasi. Gap yo'q mana. Saydullo bularni bo'ylari, yoshlari qanaqa endi? Bo'ylari 75 minusga ochaversin. 70 plus minusga. Yoshlari 4-5 oylik bor. Almada. 4-5 oylik atrofida. Endi tug'loni tevasida bo'lmaganmiz, endi xom taxminan shunaqa. 4 oylik ag'abaq shunaqa bo'lsa kerak, lekin qo'zlarni haqiqiy zo'rlardan yig'ibsizlar. Garbanoslar, quloq. Quloqlari ham qarang. Haqiqiy ushab turuvchi mashin. Mana qo'zini qaranglar. Zo'r kelgan, hamma yo'q. Haqiqiy qo'zlar, xudo xolasa. Toni ham haqiqiy simli, toza narsalarga xudo xolasa bularni misol 2 ta 3 ta olgan odam ham xudo xolasa maza qilib boqadi. Qo'y qolishga, nasl yo'nalishiga ham xudo xolasa to'g'ri kelavergan qo'zlar. Xudo xolasa bir-biridan chiroylagan qo'zlar. Yuzlari ham bor. Mana yuzini qaranglar. Haqiqiy udor qo'ylariga. Endi bular Saydullo, endi narxini yo'lda qilib bersangiz bo'ldi. Dollarda emasmi ish qilib? Yo'q, so'mda chiqadi bizda. Ha, bo'ldi. Bir joyga bo'ladigan bo'lsa necha puldan Saydullo? Bularni bir joyga oladigan bo'lsa 4 million 500 ming so'mdan ketaveradi. 4 million 500 dan demak 4 milliondan qilib bergan yangi obunachilarimizga endi. 4 million bo'lsa kerak, paysiga bitadi. 4 million 500 ming so'mdan ketaveradi. Yo'q, endi to'g'ri, lekin misol o'zim ham bozorga chiqdim Saydullo bugun. Lekin bunaqa qo'ylardan deb turing. 5 milliondan kamiga bergan yo'q, bunaqa sifatligini, to'g'ri qorasini beryapti, bunaqa sariq sifatligini bergan yo'q lekin. Men ham hozir bularni ajratib yakkalabga sotaman. To'g'ri ham sotaman kerak. To'g'ri, misol ajratib. To'g'ri. Bizga ham optim kelgan. Bo'p Saydullo, kelishtirib o'tib beringchi bo'pti. Obunachilarimizga mana kanalda ham yangisiz. Bo'pti, kanalda biz ham yangimiz, kanal ham yangi deyar aka. Endi 50 ming emas, 100 ming o'tib beraman. 4 million 400 ming so'mdan ketaveradi aka. 4 million 400 emas Saydullo, 4 million 100 mingdan berishadi, bir joyga bo'lsa. Yo'q, 4 million ketdi mana. Kelmaydi aka. Xo'p, to'g'ri endi mana Saydullo. Qo'ylar ham arzikani, lekin xudo xolasa kanalda yangimiz, endi siz ham biz ham xudo xolasa kanalga ham qo'ylar ham yangi. Bunaqa qo'ylar chiqmagan hali. Faqat bo'g'a so'lg'lar chiqqan oldin. Xudo xolasa mana chiroyli yarichiga sariq qo'zlarni ham xudo xolasa chiroyli qilib chiqib turamiz. Video obuna bo'lib turib, like bosib tursa, faqat tozalardan chiqaradi endi. Bo'ldi. Xudo xolasa Saydullo bo'pti. Chiqaramiz qo'ydi. Bo'pti, bularni 12tasini bir joyga olishadi. 4 million 100 mingdan qilib berasiz. Yo'q, der aka. 4 million 100 mingdan mana bir joyga bo'lsa olish Saydullo mana. Nima deysiz? Yo'q, undan to'g'ri kelmaydi. 4 million 100 dan Saydullo mana. Barakasini bersin. Ketdi mana. Kerak, like bosdim, kanalga obuna bo'ldim deganlarga 4 million 300 ming so'mdan ketaveradi. 4 million 300 emas. Saydullo bo'pti, bunday qilamiz. Obunachilarga mana endi bitta o'tib berasiz, yana bir joyga olishadi 4 million 200 dan mana barakasini berib ketdi. Yo'q, mana kanalga obuna bo'lganlar bo'lsa 4 million 200 dan mana beraverasiz. Baraka ketdi mana. Bo'pti, der aka. Kanalga obuna bo'lib, like bosib tursalar, gumbillatib bersin. 4 million 200 ming so'mdan ketaveradi. Dastlabki Samarqandga. Barakasini bersin. Ketdi mana obunachilar, xudo xolasa qo'zlar akalar vobshe arzon bo'ldi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa bundan da zo'rlar chiqib turaveraman akalar. Xudo xolasa qo'ylar arziykan. Qo'chqor so'liq haqiqiy zo'rlardan chiqadi. Qo'chqor so'liqni ham tozalardan chiqarib beraman. Bular bilan shular qatorimi yo bularda kattami so'liqlar? So'liqlar.
Gap yo'q. Lekin qo'ylarni obunachilar bir joyga olib qo'ying yutasiz aka. Xudo xolisa mana Qirg'iziston ham yopildi mana, narxlar ko'tarilib boryapti aka. Haftasiga qo'ylar narx ko'tarilib boryapti. Olib qo'ying xudo xolisa maza qilasiz aka. Oga odam yutadi bular. Ha, oga odam yutadi xudo xolisa. Qo'ylar bir-biridan go'zal ekan ha. Haqiq. Obunachilar tavsiya qilaman lekin qo'ylarni olib qo'yinglar mana. Mo'zim o'ta bo'lakcha ekan. Mana qaranglar. Dumbarazizlarni. Gap yo'q. Bo'ldi. Keyingi partiyaga o'taveramizmi? Boz keyingi partiyaga ko'ramiz. Ket. Obunachilar mana ketinga yarichka qo'zlarni udorlardan yetib kelibdi. Mana qaranglar akalar. Dumbarazizlari ham o'ta cho'tki ekan. Mana qaranglar mana. Bir-biridan go'zal narsalar ekan, qaranglar mana. Xo'sh. Saidlar bular hammasi urg'ochimi? Bitta mana shu ko'kirasiga qo'chqor. Ha, bitta qo'chqor. Ha. Mayda bo'lib ketadi. Selektsiya qilgan deganlar yana. Qo'chqor tozasidan qo'shgan. Tozasidan ekan mana. Ushlab turing-chi. Hamma yo'q, zo'r odam. Mana. Bitta qo'chqor mana ko'k kraskasi bor ekan. Qolganini kraskasi qizil ekan. Mana. So'liq, o, yuzini qarang. Ushlab turing-chi mashina. Yer bonus. Xuloq, hamma yo'q. Qarang, basharasini. Haqiqiy toza qo'yda bolasi ekan Xuloq lekin. tashlab beramiz o'sha. Dumbarazizlar O'ta ham. tikka. Gap yo'q, qo'y, haqiqiy udor ekan lekin. Qo'yavering. Qolsa qo'ylar zo'rlaridan. Xudo xolasa, bular yosh oyliklari qanaqa saydilar? Ular 3-4 oylik ag'bag'ida. Shu 3-4 oylik plus minus ag'baq, ha. Xudo xolasa, qo'zlar lekin bunaqa so'lig'in tovush qiyin bo'lyapti-da. Xudo so'lig'i ham kelibdi-yu, xudo xolasa, narxlarni ham cho'tki qilib chiqarib beradilar. Bular bo'ylarchi saydilar? Ularning bo'ylari 65 plyusga olsin. 65 ag'baq, ha. Plyusda, farqi yo'q. Ha, bo'ldi, xudo xolasa, yeb ishlari yaxshi, sinovda o'tdimi? Bir hafta uchun bemalol o'chiradi. Biz ham sinalik bo'ladi. Xudo xolasa, ko'rinib turibdi, o'ynab turibdi, yeb ishlari xudo xolasa yaxshi ekan. Xudo xolasa. Tozalari. Bir-biridan go'zal. Oyoqlari ham, hamma kengliklari ham yaxshi ekan. Oyoq qiyshiq-pishiqlari, naqalari yo'q ekan, xudo xolasa. Hamma yo'q, yaxshi ekan. Osilgani ham yo'q. Yeb ishlariga bir hafta garantiya ham saydilar? Yeb ishlar bir hafta 10 kunga o'chiradi. Ha, bo'ldi. Endi bular xudo xolasa endi narxini tindirib qo'yib beradi saydilar. Mana bular sindiraman. Videoni mashinaga ko'rishganlarga xudo xolasa yutishadi bugun bor-ku. Qanchadan bular saydilar? 5 tasini bir joyga oldim desa, bitta qo'chqor, to'rtta so'liq. Ular diyor aka 500 dollardan debimiz 4 milliondan berishsa o'tib beramiz. 4 millionni obunachilar mana. 4 million so'mdan xudo xolasa mana vahshiy arzon bo'ldi. Ya o'tib ham berasizmi saydilar? Xudo xolasa xayrini ham qilib beramiz. Chiroyli qilib. Xayr emas, kamini qilib beravering. 4 milliondan bo'pti. Telefon qilasam chiroyli qilib xayrini qilib beraman diyor aka. Saydilar bo'pti, bir joyga olishadi ham deb turing. Mayda chudasi yo'q, 3 million 600 mingdan berishadi. Mana 3,5 demadim. 3 million mana 600 mingdan dastlabkasini qilib berasiz, saydilar mana. Aka o'zingiz ko'rib turibsiz, bozorga ham chiqdim deyapsiz aka. Ha, shuni bozorda lekin buni tovush oson emas aka. bozorda buni urg'ochishni bermayapti lekin. Saydilar o'zim ham bugun ham bozorga bordim, umuman bergan yo'q bunaqa urg'ochishni. Bermayapti hozirgi zamonda. Endi kanalda yangi saydilar, kanalimiz ham yangi xudo xolsa. Bu qo'zlar ham kanalimizga yangi, bunaqa qo'zlar endi ishlayapti saydilar. 3 million 600 mingdan bir joyga bo'lsa bering mana obunachilar, mazza qilib boqsin. O'z-o'zi ko'paytirib 3 million 900 dan berishsin. 3 million 900 endi saydilar, nima deyman endi? Obunachilar bersin, men obuna bo'lib qo'ysa saydilar mana. 200 ming o'tdim diyor aka. 3 million 700 mingga bersa 1 so'm qo'shilmaydi. 800 dan. Yo'q, saydilar mana, han deb turing. Kanalda yangisiz. Hop deb bering mana, 3 million 700 mingdan bering mana. Bir joyga olishadi, kanalda yangisiz. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishadi. Barakasini bersin. 3 million 700 dan ketdi mana. Obunachilar bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar endi. Mana qo'zlarni qaranglar, mana qo'zni qaranglar. Dumbalari ham o'ta kelgan, o'ta sifatli qo'zlar, mana quloqni qaranglar. Xudo xolasa narxi arzon bo'ldi akalar. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar, xudo xolasa. Bundan ham zo'rlari xudo xolasa chiqaveradi. Shu oxiri partiyamizmi? Yana bormi saydilar? Yana bormi saydilar yo shular xolasmi? Şimdi kalaga solayotganlarni Yo'q. ziyorat qo'yib beraman ularni. Bo'ldi, ketdik. Keyingi partiyaga o'taveramiz. Obunachilar mana 3-partiyamizga arashandi. Tozasidan yetib kelibdi-yu mana akalar, qaranglar mana. Mana qarang, yuzlab qulog'ini qaranglar. Qulog'i nechi saydilar buni? Buniki 20 plus diyor aka. 21 ham xotirjam sizga kerak bu. Garbanos udor ekanligiga mana qaranglar. O bag'ida ham undan ham chiroyligi bor ekan mana. Tozalarda 100 oladi. Quloqni qaranglar mana. Buniki 21 plus diyor aka. 21. Xudo xolasa qo'y haqiqiy udor narsa ekan mana. Basharasiga xotirjam yetib kelar ekan. Arashandi tozasidan mana akalar, dumbarazirlari ham o'ta kelgan, o'ta chiroyli qo'chqor ekan xudo xolasa. Bir-biridan chiroyli ekan. Bularda o'sh yosh oyliklari qanaqa saydilar? Yosh oyliklari Bular ham dumbarazirasi udor ekan. 7 oylik ag'bag'ida, 7 oylik, lekin buni ham qulog'i o'ta shirinalari ham o'ta kelgan.
haqiqiy udoragan lekin bu ham. Xudo xolosa. 21 ham chiqsa kerak, 20 Ha, xudo xolosa chiqaveradi. Xudo xolosa bularning nasl yo'nalishiga olaman degan odamlarga xudo xolosa tavsiya qilamiz. Quloq joylashlari, garbonoslari hamma yoq joyda ekan mana. Mana. Katta Quloqlari ham. Mana. Oyoq kiyimlari ham, to'shlari ham. Mana buniki ham toshlarini qaranglar. Baqa chiqitgan to'sh. Mana oyoq kiyimlari ham zo'r ekan. Xudo xolosa. Semiz emas. Bular bo'ylarichi saytlar, bo'ylari necha chiqadi? Bo'ylari 80 avvalsa kerak. 80. 80 xotirjam chiqaversa kerak. Metr yo'q-a? Metr bor. O'lchab beraylik. O'lchab qo'yamiz. Bo'ylarini o'lchab bersa metr bor-a? Ha, metr keldi. Mana akalar. Necha chiqsa shunga olishveradi, yor aka, biz mo'ji demaymiz. 80 ekanda. Shunaqa, necha chiqsa shunga olishveradi. Ga mana obunachilar Tekislashyapti. tekis qilishadi. Qo'ying bo'ldi. 80 ga ikki ham 80 dan eksaydlar. Keyin oyoqni baquvvatligi aynan. Oyoqlari ham o'ta baquvvat ekan u. Mol oyog'i bilan demak. Endi bular asaylar bir qo'yvaringchi bir yurish-turishini ko'rib Ham ko'rib xosa. qo'yvaringlarchi. Obunachilar mana yurishlari ham xudo xolisa. Qo'yvari bor. Haqiqiy zo'r narsalar ekan. Sevib qolishadi bu Ha, qo'ylar. mana u qarang, quloq tashlashlari ham xudo xolisa zo'r ekan lekin mana. Garbonoslari ham hamma yo'q kelishgandan keyin cho'tki narsalar ekan. Qarang. Yeb ishlari ham yaxshi saytdilar, sinovda o'tdimi? Sinovda o'tgan. Tayyor qilib yunglarni oldirib qo'ydilar. Obunachilar. Shunday gavida sanab turgan qo'ylarim. To'g'ri, bularning narxi saytdilar, orcha baland emasdir a? Yo'q, xolos narxini yengil qilib keltirib beramiz avlodlarim. Bo'lsaylar, buni ikkalasi bitta narxga ketaveradi-a? Bo'ldi. Qanchadan? Narxni telefonda kelishamiz. Telefonda kelishamizmi? Telefon qo'ysak Ha, kelishamiz. bo'l, orcha baland etmaydi, xohlasa obunachilarga Yengil qilib chiroyli qilib yo'lda qilib qo'yib berasiz-a? Obunachilar mana, xudo tavsiya qilaman urug'likka obunachilar mana. Obunachilar mana urug'likka tavsiya qilaman olib qo'yinglar mana. Razreslari ham o'ta cho'tki ekan, yuzlari ham mana, quloqlari ham o'ta cho'tki, ideal qo'chqorlar ekan, ikkalasi ham mana. Narxini telefonda kelishadi sizlar. Telefon qilib aloqa chiqarasiz, narxini xohlasa yengil qilib yo'lda qilib berasizlar. Hammasini olishadigan bo'lsa bitta obunachi chiroyli qilib o'tib berasiz har bittasidan, ha? zo'r qilib o'tib beraman. Bo'ldi. Zo'r qilib o'tib Xo'sh, beraman. shu oxirgi partiyamiz-a? Xohlasa shu oxirgi partiyamiz. Oxirgi partiyamiz obunachilar, sizlar bilan endi ko'rishguncha xayr deb qolamiz.